bilan To'xtar, Qozog'istonlik MMA jangchisi. U nafaqat oktagonda, balki aktyorlik sohasida ham o'ziga xos o'ringa ega. Qat'iyatli xarakteri, jangovar ruhi va o'ziga bo'lgan ishonchi uni ko'plab muxlislar qalbidan joy olishga sababchi bo'ldi. To'xtarning aytishicha, qo'l jangi bo'yicha istalgan raqibni yengishga va'da bergan. Aynan mana shu so'zi butun ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistonda To'xtarga munosib raqib bormi o'zi? Hozirda Odilxon Kamolov nomi tilga olinmoqda, ammo bu ko'plab PR-larga o'xshamoqda. To'xtar uchun esa jiddiy raqib kerak. Qo'qon sheri taxallusi bilan tanilgan Amirxon Alixo'jayev. Bu yigit juda ham shafqatsiz, yosh bo'lishiga qaramasdan juda kuchli. Aynan Amirxon Alixo'jayev To'xtar uchun munosib raqib bo'la oladi. Unda nega oktagon hali ham jangni uyushtirmayapti? Bu savol hozirda ko'pchilikni qiynamoqda. Oktagon liga esa ushbu jangni tashkillashtirishga umuman shoshilgani yo'q. Sabab katta shov-shuv bo'lishi kerak, katta miqdordagi homiylar va katta daromad kafolatlangan bo'lishi shart. Bundan tashqari ushbu jangchilarning gonorari ham o'ziga xos, juda ham baland bo'lishi kerak. Ammo bu yerda yana bir haqiqat bor. Erka bilan To'xtar ushbu jangni rad etmoqda. Chunki mag'lubiyatdan kamarni boy berib qo'yishdan qo'rqadi. Sentyabr oyida Erka bilan To'xtar kamarni himoya qiladi, ammo bu Amirxon Alixo'jayev bilan emas. Ehtimol oddiy jangchi bilan, misol uchun Saturn. Afsuski, Saturn To'xtar bilan tortishib o'z oyog'iga bolta urmoqda. Oktagon liga ikki shovozning jangini uyushtiradigan bo'lsa, Erka bilan To'xtarning qo'li baland kelishi mumkin. Biroq Qashqadaryo o'g'lani Saturn hech qachon hech kimdan cho'chimaydi va qo'rqmagan. Do'stlar, keling birgalikda Amirxon Alixo'jayev nomini belgilab qo'yaylik. Bu video qozog'istonlik birodarlarimizga ham yetib borsin. Sentyabrda To'xtar Amirxon Alixo'jayev bilan to'qnash kelsin.